Nega 2020-yil xuddi kechagidek tuyuladi? Nega oxirgi 5 yil ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi? Vaqt tezlashgani yo'q. Muammo shundaki, sizning miyangiz vaqtni his qilishni to'xtatdi. Gap yoshingizda emas, gap texnologiyada. Internet, scrolling, doimiy uvidamleniyalar. Miyangiz hayotni yozib olishni to'xtatdi. U hozir yashash rejimida emas, tomosha qilish rejimida. Eslang, bolalikda yoz fasli butun umrdek tuyulardi. Chunki har bir kun yangilik edi. Hozirchi ish, uy, telefon. Yangilik yo'qmi? Xotira ham yo'q. Miya uchun o'tgan yilingiz bu bitta uzun kulrang kun. Buning ustiga stress qo'shildi. Miya faqat bugungi kun bilan yashab, qolganini o'chirib tashlayapti. Vaqtni to'xtatmoqchimisiz? Telefonni qo'ying. Miyaga yangi hislar bering. Vaqt o'tib ketmayapti. Shunchaki siz unga e'tibor bermay qo'ydingiz.